Azizlar, men sizlarga mana shu grafelli ochkini gapirib bermoqchiman. Bu oddiy ochki emas. Ko'rinishdan oddiygina, lekin bu shifobaxsh, o'zidan anion taratadigan grafelli anionovoy ochki. Bu Xitoy tabobatida, ya'ni kitayskiy traditsion meditsina deymiz, o'sha yerda ilmiy ish asosida qilingan ochkilar. Bu ochkini tarkibida grafen modda bor. Ana shu grafen moddani o'ylab topgan odam Nobel mukofotini oladi. Xitoy olimlari esa, ya'ni tadbirkorlari mana shunaqa ochki yaratadi. Bu ochkini taqqan odamda eng birinchi o'rinda nima bo'ladi? Birinchi daqiqani o'zida tetiklik paydo bo'ladi. Ko'zidagi charchoqni oladi. Buni oynasi juda kuchli radiatsiya, ya'ni lazer nurlardan himoya qiladi. Hozir eng katta muammo hamma telefonlarda, hamma kompyuterda o'tiradi. Mana shunaqa 100% lazer nurlardan, radiatsiyadan himoya qiladi. A grafen esa korreksionni, ya'ni visokotexnologichni, eng yuqori texnologiya asosida qilingan grafelli ochki o'zimizdagi muammo, boshimizdagi muammolarga yechim beradi. Agar boshingiz og'risa, boshingizda taqasiz. Agar ko'zingizda masalan muammo bo'lsa, ko'zda taqasiz, hattoki burningizda muammo bo'lsa, bunday burningizni taqib, ya'ni bizda gaymariyutda ham rosa zo'r davolaydi va natijalar olganmiz. Agar tomoq og'risa, unda tomoqda taqasiz. Mana shunaqa домашний doktor desak ham bo'ladi. Hammaga buni tavsiya qilaman. Arzimagan pul turadi. Aytgancha necha yil davomida sizga xizmat qiladi.